Assalomu alaykum barchaga, sizlar bilan Zamira. Bu degani rus tili grammatika bilan darsning yana bitta qiziqarli soni. Bugun sizlar bilan kelasi zamon fe'llarini tuslashni va to'g'rilab ishlatishni o'rganamiz. Kelasi zamon rus tilida будущее время deb beriladi. Men sizlarga будет время deb beraman. Время. Va uni ikki xil turi bor. Yasalishini bittasi old qo'shimcha, ya'ni tugallangan fe'l bilan yokida so'z qo'shilishi bilan bo'ladi. Masalan, eng osoni va 80-90% to'g'ri keladigani bu budu fe'li bilan kelishi. Быть fe'li degani nimadir bo'lmoq degani. Agarda siz men nimadir qilyapman desangiz, bitga infinitiv, ya'ni moq fe'lini qo'shasiz. Plus old qo'shimchasi bo'lmasligi kerak. Eslab qoling, 80% fe'llarda old qo'shimchasi bo'lmasa, kelasi zamon yasalishida sizga yordam beradi. Masalan, я буду играть. Men o'ynayman. Ты endi уже fe'lni tuslab teginmayman, so'zni qo'shib ketaman. Ты будешь петь, masalan, sen kuylaysan. Он, она, оно будет. Он, она, оно будет. Yoniga mana shu moq fe'lini qo'shib ketasiz. Moq. И mana ты будешь plus moq. Дальше мы. Biz nimadir qilamiz desak, мы будем. Agar siz nimadir qilasiz bo'lsa, вы будете. Agar ular nimadir qilishadi bo'lsa, они будут. Va fe'lning qo'shimcha moq formasini qo'yib ketasiz. Endi o'zi qanaqa so'zlar bilan siz kelasi zamonni ishlatishingiz mumkin? Через degani yoniga so'z. Masalan, 1 yildan keyin я буду играть через неделю. Я буду смотреть футбол через день. Bir kundan keyin emas, endi kun olib qoladi bu yerda. Через один день sizdan bo'lib bir kundan keyin bo'ladi. Через год я буду петь. Men 1 yildan keyin kuylayman. Через века asrlardan keyin biz sen bilan ko'rishamiz. Biz с тобой встретимся. Я будем встречаться. Через минуту 1 minutdan keyin. Через час 1 soatdan keyin. Через 1 soatni qo'shib kela zamonni ko'rsatib berishingiz uchun. Yoki в будущем. Kelasi zamonda men nimadir qilaman. И завтра. Завтра degani ertaga degani. Ertaga deb olishingiz mumkin. Mana bu sizda kelasi zamonni yasalishiga yordam beradigan qo'shimchalar edi. Через год, через месяц, в будущем, завтра ma'nolarda ko'rsatib ketishingiz mumkin. Endi kelasi zamonni old qo'shimcha qo'yilgan fe'lini ko'rib chiqamiz. U sal boshqacharoq bo'ladi va hammasiga ham to'g'ri kelavermaydi. No, bu A1 darajasidagi grammatika, o'sha uchun oson qilib tushuntirib beraman. Masalan, sizda уже moq kerak emas, и буду ham kerak emas. Ko'pincha fe'llar old qo'shimcha oladi. Deylik, делать bilan сделать. Siz o'zi bilasiz, делать degani qilmoq. Hozir men asosan сделать A1 darajani ko'rsatib ketyapman. Oson darajani. Lekin o'ylaymanki, sizga A2, B1, B2 ham qiziq bo'ladi. Bu uchun siz baribir o'qituvchi bilan ham shug'ullanishingiz kerak. Bizda offline va online darslar bor. Bemalol Telegramdan yozing va o'rganing. Agar bu darslar kamlik qilyapti desangiz, kanalni o'zida rus tili grammatikasiz va rus tili audio, prosta o'tirib, eshitib rus tilini o'rganadigan darslar bor. U hammasi sizni tezroq o'rganishingizga yordam beradi. Я буду делать bilan qanday bo'ladi? Prosta mana shu делать fe'lini hozirgi zamonda qanday tuslagan bo'lsangiz, kelasi zamonda ham shunday tuslaysiz. Prosta s bilan ketadi. Я сделаю. Men qilaman kelasi zamonda. Ты сделаешь kelasi zamonda. Agar он, она, оно bo'lsa, он, она сделает. Дальше мы. O'zi bu sof nisof fe'llar ma'nosida, buni xudo xolasa keyingi darslarda yana tushuntirib o'taman. Siz hozircha shuni tushunib oling. Мы сделаем. Вы сделаете. Вы сделаете, ya'ni сделают. Они сделают. Masalan, читать.
Прочитать olasiz. Я прочитаю, ты прочитаешь, он прочитает, мы прочитаем, вы прочитаете, они прочитают. Yoki играть bo'lsa, сыграть oldinga esa qo'shilyapti, i harfi uyga o'zgaryapti. Я сыграю, ты сыграешь, мы сыграем, он сыграет, мы сыграем, вы сыграете, и они сыграют. Yoki yana boshqa fe'llarni ham olib ko'rsataman hozir. Bularni hammasini o'chiraman, sizlarga tushunarli bo'lib, ikkita namunada sizga tushuntirib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Пока men yozgunimcha siz like va podpiska bosib qo'ying va kommentariy yozib qo'yish esdan chiqmasin. Shuni darslarni yo'qotib qo'ymaysiz. Har doim ko'z oldingizda bo'ladi. Bo'ldi, yozaman. Mana shu hozir yozgan fe'lim сделать, да? Yoki прочитать. Я budu men o'qiyman desiz, kela zamonda o'qiyman, lekin aniq emas. Читать. Я буду читать эту книгу. Men bu kitobni o'qiyman. Knigu. Men bu kitobni o'qiyman. Endi aniq emas, o'qib tugatamanmi, o'qib tugatmaymanmi? Endi ikkinchi primer. Она прочитает. Voy, nega bir boshqa rang bilan yozmadim? Mana прочитает. Эту книгу. Ya budu ham kela zamonni berdi, ya прочитаю ham kela zamonni berdi, to'g'rimi? Bududa siz o'qiyman deyapsiz, прочитаю degan o'qib tugataman, faoliyatni oxirigacha tugatib qo'yaman degan ma'noda. Ikkalasi ham kelasi zamon. Buni xudo xolasa darslarimiz davomida yana yaxshiroq tushunishga harakat qilasizlar. Nasib va uni ham darslarni videoga olaman. Xudo xolasa bularni o'rganib turinglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha paka.